Annyeonghaseyo, assalomu alaykum. 31-darsimizni ko'rib ketamiz. Xudo xohlasa bugun 6-bo'limda boshlaymiz. 6-bo'lim 146-bet So'lta kitobimizdan. Almarin go'sil yong'il yapasayo. To'g'risini o'ylab ko'rishimiz kerak ekan. Ya'ni bu yoqda bizga ko'ryapmiz so'zlar bergan, so'zlar. Endi buni bog'lashimiz kerak ekan. Nimaga bog'lashimiz kerak? Ovqatga. Kalbetang mana bu ovqat mana. Keyingisi kimbap. Kimbap deb turib mana bunaqa qilib bog'lashimiz kerak ekan. Kimchi. Kimchi deb mana buni aytamiz, bog'lashimiz kerak ekan. Kimchichige. Kimchichige mana bu ovqatimiz hisoblanadi. Naengmyeon. Naengmyeon mana bu ovqat. Ramyon. Ramyon bizda mana bu. Pulkogi degani, pulkogi mana bu ovqatimiz mana. Ulab qo'yganman. Keyingisi bibimbap. Bibimbap bizda mana bu ovqat hisoblanadi. Endi bu yog'ini qilib ketganman men o'zim. Endi pastdagilarini men tarjima qilib beraman. O'zlaring to'g'rilab ketsalaring bo'ladi bu yog'ini. Ya'ni bog'lab ketasizlar, xuddi mana bunaqa. Masalan, sendvich. Sendvich men tarjimasini yozib beraman. Sendvich qayerda joylashgan? Mana bu joyda. Mana bunaqa qilib bog'lab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Tarjimasini qilib ketaman men hammasini. Sendvich bizda sendvich, Spagetti degani spagetti. Ya'ni mana bu taom. Hamma biladi buni, spagettini. Pizza. Pizza bizda. Hamburger, gamburger. Orada diktasini qilib berib ketay. Kul degani bizda mandarin. Talgi, qulpinay. Chiroyliroq yozaylik shuni. Subak degani tarvuz. Endi buni o'zlaring tarjimasini qilib berdim. Rasmga olib borib, ulab qo'yishlaring kerak bo'ladi. Xuddi tepadagi o'xshab, mana bunga o'xshab. Endi yo'q bo'ldi. Bularni yodlab olsalaring qiynalmaysizlar. Ovqat tanlaganda ham, oshxonaga kirganda ham kerak bo'ladi bu narsalar, ovqatlar. Xo'sh, endi raqamlarga keladigan bo'lsak, biz o'tgan darslarda Xitoy raqamlarini o'rganganmiz. Endi bu safar Koreya raqamlarini o'rganamiz. Koreya raqamlari o'zi 99 gacha. Mana u yog'iga Xitoy raqamlaridan foydalaniladi. Ya'ni 1 dan 99 gacha raqami bor bo'lardi. 1 dan 99 gacha. Koreyslarda shu raqamlari bor xolos. Bundan tashqari mana 100 dan u yog'iga bular, ya'ni Xitoy raqamlaridan foydalanadi. Bizga hozir beryapti 1 dan 10 gacha. Keyin 10liklarni alohida beradi. O'sha paytda ko'rib ketamiz. Faqat hozirgi holatimizga nisbatan beryapti buni 1 dan 10 gacha. 1 xana, 2 tul, 3 set, 4 net, tasot, 5, 6 yosot, 7 ilgop, 8 yodol, 9 ahob, 10 yo'l. Mana shu 10 gacha yodlanglar sizlar hozircha. Undan keyin 10liklar keladi. 90 gacha. 20, 30, 40
50, 60, 70, 80lar keladi. Uni alohida bo'lib o'rganib ketamiz. Faqat hozir 10 gachani o'rganib olishimiz kerak ekan. Keyin qaysi holatlarda ishlatamiz degan savol bo'ladi. Yoshimizni aytganimizda va soatni aytganimiz. Soatni qaysi qismini? Faqat soat qismi. Masalan, 9, 9 10 bo'lsa, soat qismi mana bu qismi bo'ladi. Faqat shu qismigina ahobda ishlatamiz. Lekin buni daqiqa qismida bu biz Xitoy raqamlaridan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Soat mavzusi, Xudo xohlasa, buni ham alohida o'rganib ketamiz. Faqat shuni o'rganinglar hozir. Soat aytganimda albatta soatini koreys tilida aytishim kerak. Koreys raqamlaridan foydalanib aytishim kerak. Daqiqasini esa Xitoy raqamidan foydalanib aytamiz. Keyin odam, hayvon va buyumlarni sanashda ishlatamiz buni. Ya'ni bitta odam, ikkita odam, uchta odam yoki bitta hayvon, ikkita hayvon, uchta hayvon, biror bir narsa, bitta olma, ikkita olma, beshta olma. Mana shu holatda ishlatamiz ekan. Endi qisqartirish holatlari bor. Qisqartirish holatlari qanaqa bo'ladi? Misol uchun, mana bu xanani o'zgartirishimiz mumkin. Mana bu tulni o'zgartirishimiz mumkin. Tuga. Ya'ni qisqartirishimiz mumkin. Mana bu setni se deb qisqartirishimiz mumkin. Mana bu netni ne deb qisqartirishimiz mumkin. Mana bu simul degani 20 degani. Simulni ham qisqartirishimiz mumkin. O'sha vaqt soat kelganda buni ham o'rganib ketamiz. Xullas, qisqartirish qoidasini ham ko'rib ketdik. Mana qisqartirib ishlatishimiz mumkin ekan. Bizga yangi grammatika beryapti. SEO grammatikasi. SEO grammatikasi fe'lga qo'shilib fe'limiz undosh bilan tugaydigan bo'lsa, SEO, unli bilan tugaydigan bo'lsa, SEO grammatikasini ishlatamiz. Bu grammatikani qaysi holatlarda ishlatishimiz mumkin? Agar bizning gapimiz buyruq ham endi muloyim bo'lishi kerak. Muloyim buyruq berganimizda yoki iltimos qilganimizda ishlatamiz. Misol uchun gaplarda ko'radigan bo'lsak, bu yo'lda aytayaptiki, "O's'o'sayo yo'lga anjisayo, xush kelibsiz, bu yerga o'tiring." Mana bu inson bu insonlarga xush kelibsiz, bu yerga o'tiring deb buyruq beryapti. Bu yerga o'tiring. Ya'ni muloyimlik bilan buyruq beryapti. O'zbekchada eng deb tarjima qilib ketsak bo'ladi. Kontekstdan kelib chiqqan holatda tarjima qilsak chiroyli bo'ladi. Ko'p holatlarda eng deb tushadi ma'nosi. Qiling, eng. Misolni ko'radigan bo'lsak, bizga misol beryapti bu yoqda. Sukchiral hago, televizionni bo'lsa-yu. Uyga vazifalarni qilib televizor ko'ring. Keyin esa chagil chom ilgisayo. Iltimos, chom degani iltimos degan ma'noda keladi. Iltimos, kitob o'qing deb buyruq beryapti. Mana bu joyda bizga unli undoshga qarab qo'shilishini aytgan. Bu yoqda ham tushuntirdim. Mana bu joyda ham tushuntirib ketdim. Yonsi birda bizga beryapti. So'ngsinemen 교실에서 여러분에게 무슨 말을 해요?
선생님이 되어서 이야기해보세요. ustoz sinfxonada bolalarga deb ketaylik. Bolalarga, yolg'onaga nimani gapiradi? Ustoz sifatida gapirib ko'ring. Ustoz bo'lib gapirib ko'ring, deyapti. Rasmni ko'radigan bo'lsak, mana bu ustoz, mana bu o'quvchilariga qanday gap gapirish mumkin? Bu yerda aytyaptiki, masalan, yorobun deyapti, yorobun deyapti, undan keyin davom ettirish kerak. Buni biz o'zimiz tuzamiz. Misol uchun bu yerda ustozni misol pogi sifatida berib ketyapti bizga. Yorobun, segil bo'lsa-yu, bolalar kitobni ko'ringlar, janoblar kitobni ko'ring deyapti. Endi biz yorobun, cho'yon hasayo deyishimiz mumkin. Janoblar, tinchlaring, agar shovqin qiladigan bo'lsa, yoki nimadir qiling, yoki yozing. Igonchim sisayo, mana buni iltimos yozing deyishi mumkin, yoki bir holatdan chiqib gapirishi mumkin. Mana shu holatda speaking qilib ko'rishlaring mumkin deyapti bizga. Ya'ni o'qituvchi buyruq beradi ko'proq yumshoq shaklda. Mana buni qiling, uy vazifani qiling yoki nimadir qiling deb buyruq beradi. Mana shu holatda bizga kerak bo'ladigan grammatika ekan, SEO grammatikasi. Endi biz agar undosh kelsa dedik, mana fe'limiz undosh bilan tugaydigan bo'lsa, misol sifatida salda bizda fe'l yashamoq degani yashamoq. Mana bu da qismi o'chib ketadi bizda har doim. Fe'llarimizda da keladi. Mana shu dasi o'chib ketadi va saldaga biz qo'shishimiz kerak SEO. Mana bu undosh bo'lganligini hisobiga. Mana shu holatda yozishimiz kerak, lekin bu holatda yozsak grammatika noto'g'ri bo'ladi ekan. Bu gap noto'g'ri bo'ladi ekan. Mana shu holatda mana bu L harfimiz va mana bu harfimiz ikkalasi yo'qolib ketishi kerak. Ikkalasi bir xil holatda ishlatilishi mumkin emas. Ikkalasi qo'shilib ketishi mumkin emas. Mana shu holatda biz qanday ishlatishimiz kerak? SEOga qisqartirib ishlatishimiz kerak bo'ladi. Bu yoqda ham shuni tushuntirgan. Ya'ni L bilan I ikkalasi yo'qolib ketadi. Mana shu qoidani ham bir esda qolsa muhim bu narsa. Kerakli qoida yozib ketamiz. Anta o'tirmoq. Yangi so'z va bizga ta grammatikasi ta. Mana biz sanaymiz, biror bir narsani sanaganimizda bitta, ikkita, uchta, bitta inson, ikkita inson yoki bitta kola, bitta yanadir nima, bir kosa, bir stakan deb ishlatamiz-ku. Mana shu holatlarda koreys tilida qanaqa bo'ladi? Mana shu holatda koreys tilida gapirganimizda qanday ishlatamiz? Shuni ko'rib ketamiz. Ta deb tarjima qilib ketsak bo'ladi buni. Qaysi holatlarda ishlatamiz? Misol uchun kni biz mana bu yoqda yozib ketilgan, k grammatikasi donalab sanaladigan narsalar. Ya'ni non, olma, buyum narsalar bo'ladi-ku. Mana shu holat narsalarga nisbatan kni ishlatamiz. Bu ta. Bitta olma, ikkita olma. Endi idishlarga nisbatan pyong. Ya'ni idish. Shisha idishlar bo'ladi-ku, butilkalar, ichimliklar, kolalar bor-ku. Mana shu kolalarga koladan keyin bitta kola demoqchi bo'lsak, hanpyong deb ishlatishimiz kerak ekan. Chan degani stakan bo'ladi-ku. Masalan, aytaylik, mana bu stakanlarga nisbatan va choylarga nisbatan
biz canni ishlatamiz. Endi kirit biz masalan bir kosa deymiz-ku. Bir kosa, ikki kosa, uch kosa. Mana shu holatda kosa deb sanaymiz-a biz. Bularda endi one kirit, two kirit. Mana shu holatda sanashadi. Ta deb ketiladigan bo'lsa, bitta ovqat, ikkita ovqat. Lekin bunaqa deb gapiradigan bo'lsak, ozgina noto'g'riroq bo'ladi. Eshitish g'alati bo'ladi. O'zbek tilida ham xuddi shunaqa noto'g'ri bo'lib ketadi. Bir kosa deb tarjima qilib ketsak ham bo'ladi. Chiroyli chiqadi shunda. Endi gaplarni ko'radigan bo'lsak, bibimbap two kirit jusayo. Bibimbap 2 kosa bering. Ne, chamkaman kedarisiyo. Ha, albatta deyapti, ha, ne. Xo'p deyapti. Xo'p, ozgina kutib turing. Chamkaman degani ozgina. Biroz kutib turing. Bu yerda misollarni ko'radigan bo'lsak, yana birinchi gapda aytyapti. Bang hanka jusayo. Bitta non bering. Ikkinchisi, kola 몇 병 샀어요? Kola nechta sotib oldingiz? 2 병 샀어요. ikkita sotib oldim. 오늘 커피를 3잔 마셨어요. bugun 3 stakan kofe ichdim. Keyingisi, 냉면 4그릇 주세요. Lag'mon 4 kosa bering. 4 porsi deyishadi-ku. Ana shu holatda tarjima qilib ketsak ham bo'ladi. 그림을 보고 보기와 같이 이야기해보세요. Bizda pogi. Mana bu holatda ishlatib ko'rishimiz kerak rasmlardan foydalanib. Misol uchun pogida beryapti. Sendvichni hanka jusayo. Sendvich, bitta sendvich bering deyapti. Bitta sendvich bering. Endi men ishlatilinishini yozib ketaman. Sizlar esa gapini yozib ketishlaring kerak bo'ladi. Ice creamga ke ishlatamiz. Chusiga biz tepada aytdim, chan ishlatamiz dedik-a. Choyga ham chan ishlatamiz. Endi butilkalarga, mana bu kolalarga biz pyong ishlatishimiz kerak. Hamburgerga biz ken ishlatamiz. Lamyonga biz nimani ishlatardik? Kirit, ha? Kiritni ishlatamiz. Mana shu holatda gap tuzib ketsak bo'ladi. Gap tuzib ko'rasizlar o'zlaring. Rasmda nechta 3 ta koreys tilidan raqamlarni o'rgandik. Ana shuni qo'yib, masalan, se qisqartirishni ham aytdim. Se, mana bu yoqda qisqartiryapti, xuddi siz ham qisqartirasiz. Sejan jusayo. Chusi sejan jusayo. Mana shu holatda gap tuzishimiz kerak bo'ladi. Endi bizga yangi so'zlar, chuda, bermoq, chamkaman. 1 minut degani ozgina shoshmay turing deb. Bu yoqda nima dedim? Ozgina biroz degani. Kidarida kutmoq. Bang degani non degani. Myot degani nechi. Nechta. Ice cream degani bizda muzlatgich, muzqaymoq uzr. Ice cream degani muzqaymoq. Bizga speaking beryapti. Yana bu yoqda speakingda har doimgidek eshitib ko'rishimiz kerak. Va bizda yangi so'zlar bor. Yangi so'zlardan ko'rib ketamiz. Oldin biz mana bu speaking qismini eshitib ko'ramiz. 어서 오세요. 여기 앉으세요. 메뉴 좀 주세요. 네, 여기 있어요.
유진 씨는 뭐 좋아해요? 저는 비빔밥을 좋아해요. 그럼 비빔밥 한 kg하고 갈비탕 한 그릇 주세요. 네, 잠깐만 기다리세요. Eshitib ko'rdik, endi analizini ko'rib ketamiz. O'zi-o'zi yo'lga andisaya. Xush kelibsiz, bu yerga o'tiring. Men uchun 주세요. Iltimos, menyuni bering. 네, 여기 있어요. xo'p, marhamat. 유진 씨는 뭐 좋아해요? 유진 씨, nimani yaxshi yoqtirasiz? 저는 비빔밥을 좋아해요. Men bibimbapni yoqtiraman. 그럼 비빔밥 한 kg하고 갈비탕 한 kg 주세요. unday bo'lsa, bibimbap bir kosa va kalbitang bir kosa bering. Xo'p, biroz kutib turing, deb gapni yakunlayapti. Bu yoqda speakingga, talaffuzga urg'u berib ketyapti. Anjisayo. Talaffuzi qanaqa bo'ladi? Anjisayo. Bibimbap. 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 Bibimbapil. Qo'shganimizda mana bu p tepaga chiqib ketadi ekan. Bibimbapil deb tarjima qilishimiz kerak ekan. Endi mana bu h ni yo'qolib ketishini aytyapti. Kirtago. Kirtago. Talaffuzni ko'ryapsizlar? Mana bu h yo'q bo'lib ketyapti. Hankirtago. deb tarjima talaffuz qilib ketsak bo'lar ekan. Har doimgidek mana bu birinchisi ketdi. Mana bu 2, 3, 4 sizlarga vazifa bo'ladi. Rangiga moslab olib borib qo'yib ko'rsalaring bo'ladi. Rangini moslasalaring muammosi yo'q. Tarjima menyu bizda menyu bo'ladi. Cho'hada yoqtirmoq, yaxshi ko'rmoq. Yudung degani ovqat nomi bu, ovqat. Mekchu degani piva. Endi mana bu rasmda keltirilgan ovqatlarni ko'rib bir yodlab olsangiz yaxshi. Qiynalmaysiz. Tavsiya qilaman, yodlab rasmlarni yaxshilab ko'rib olsangiz, mana shu ovqat nomini aytganda xayolingizga keladi mana shu ovqat. Mana shu rasm xayolingizga keladi. Eng kerak bo'ladigan narsalar bular. Endi bizga yana pogi beryapti. Gap tuzib ko'rishimiz kerakda, xullas bu joyda bizga mana bu ovqatlardan foydalanib speaking qilishimiz kerak. Misol uchun, 무슨 음식을 좋아해요? Qanday ovqatni yaxshi ko'rasiz? 갈비탕을 좋아해요. 갈비탕ni yoqtiraman, yaxshi ko'raman. 그래요? 저는 bibimbap을 좋아해요. Men shunaqami? Men bibimbapni yoqtiraman. 여기요. 여기요 deyapti. 갈비탕 하나고 bibimbap 하나 주세요. 여기요 degani bizda chaqirish bor-ku. Qaravoring deydi-ku. Mana shu holatda ishlatamiz. Qaravoring. Ya'ni oshxonaga kirsangiz, ofitsiantga qanday chaqirasiz? Karayga borganingizda yogiyo deb chaqirasiz. Ya'ni so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsangiz, bu yer deb tarjima qilinadi, lekin bu ozgina g'alatiroq bo'ladi. O'zbekchaga tarjima qilganimizda tushadigan, tabiiyroq tushadigani qaravoring deb yodlab ketsalaring bo'ladi. Kalbitang bitta va bibimbap bitta bering deyapti. Speakingda mana shunaqa holatda ishlatishimiz kerak, ishlatsak ham bo'ladigan. Mana qaranglar. Bibimbap hankrit dedi tepada. Endi bu yoqda
gapni ko'ramiz. Mana bu joyni ko'rib ketaylik-da. Bizga zo'r narsani tushuntirib ketyapti. Mana qaranglar. Mulkuni kesuril maralti. Ya'ni narsani sonini aytganimizda deyapti. Misol uchun xonada pangi teksangi hanka isoyo. Xonada stul bitta bor. Bu teng ekan pangi teksangi hana isoyo. Mana bu gap bilan mana bu gap ikkalasi bir xil ekan. Bu joyda ahamiyat qiladigan joyi mana bu joy. Hanke deyishimiz ham mumkin ekan yoki hana deyishimiz ham mumkin ekan gapirganimizda. Keyingisini ko'radigan bo'lsak, yana xuddi shunaqa. Bibimbap 2 kira jusayo. Bibimbap 2 kosa bering deyish bilan mana bu pastdagi bibimbap tul jusayo. Tul degani biz tepada ko'rdik 2 degan edi. 2 ta bering. Bibimbap 2 ta bering. Mana bu ikkalasi bir xil ma'noda ishlatsak bo'ladi ekan mana bu gaplarni. Bu bilan nima demoqchi? Bu bilan aytmoqchiki, xohlasang mana buni ishlat deyapti. Xohla mana bu tulni o'zini aytib qo'ysang ham xato bo'lmaydi deb bizga aytib ketyapti. Bu yoqda endi yangi so'zlar. Kirayo deyapti. Kirayo juda ko'p keladi. Rostdanmi? deb so'raymiz-ku, rostdanmi? Yo'q dedi-ku, biz ana shu holatda ishlatamiz. Yo'q degani excuse me mana. Bizda endi qaravoring dedi-da. Qaravoring deb ketsak bo'ladi. Oshxonada ko'rdik bu yoqda. Endi bu yog'i yangi grammatika bo'lganligi uchun keyingi darsda ko'rib ketamiz.